O'tgan safar mana bu traktorni videoga oldim, traktorchilar aktiv yorib yubordinglar boru. Balonni to'g'ri taqsa bo'lmaydimi dedi. Balon yeb qo'yar ekan deb aytdi. Bularga balon arzon Eronda. Keyin bu qanday to'xtab oladi deydi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, mana bu yerda razzatka bor. Bu yoqda kompressor. Havo bilan vagonga to'xtaydi. Qaranglar, nechta vagon bor. Traktor ketdi tortib. Mana orqasi zakansi mana. Akalar mana. To'xtashi keladigan bo'lsa, endi ko'z yetyaptiki to'xtab oladi bular. Gap yo'q. Bu akalar yo e'tiborli traktor akalar balon to'g'ri taqib olmaydimi deb. Endi bilmadim, balki mana shu udobnidir bunga shunaqa taqqandir, lekin balon bo'ladi vobshe arzon Eronda. Rastomoshka yo'q, boshqa yo'q. Balon juda arzon. Balon kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda bo'lsangiz, balon bu megavan bor. Kiring, zo'r assortiment balonlar bor. Anchadan beri balon olamiz bulardan. Joyinglar sog' bo'lsin. Bu videoni traktor akalar yuborib qo'yamiz. Ketdi mana qaranglar, nechta vagon ketdi. Mana akalar hammasi plombada. 68 tonna yuk bor. Uncha ham plombada. Ko'rasan? Yuk bilan tortyapti akalar. Mana bunisi ham plombada. Mana. Shuncha vagon. Video traktor akalar yuborib qo'yamiz.